Men yaqinda juda ham xursand bo'ldim. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan menga yer beriladigan bo'ldi. Yoshim 25 da. 15 yoshligimdan beri shu archachilik, gulchilik bilan qiziqib shug'ullanib kelyapman. Bu oilaviy daromad keltiradigan manbayimiz bo'lgani uchun yoshligimdan qiziqib kelganman. Menga yoshlar yetakchisi tomonidan kredit ajratildi. Dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun o'sha kreditni olib, mana shu ishga sarfladim. Urug' olib kelib, ekib ko'chat yetishtirdim. Shu yil mana shu yangi sortli Italianskiy Gold navli olib kelib, ekib ko'kartirishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni muvaffaqiyatga erishdik. Bu archalarimiz yangi navli archa. Endi ko'paya boshlaganiga 1 yil, 2 yil bo'ldi-da. O'zimiz viloyatimizda ekib yetishtirish uchun harakat boshlaganmiz. Mehnat qilsa, harakat qilsa, daromad topsa bo'ladi. Chetga borib ishlash shart emas. Shu yerda ham harakat qilsa, yaxshi natijalarga erishsa bo'lar ekan mana. 100 milliondan ziyod sotishni ko'zlab turibmiz. Kelgan foydaga yana yer olib, mana shu archalarni ekib, ishsiz yoshlarni ishli qilish maqsadim. Mana shu tashqarida ko'rsatgan archamizni urug'lari archada turganda mana shunday holatda bo'ladi. Biz buni olib kelib, urug'ini ajratib olamiz. Mana bu ajratib olgan urug'larimiz. Mana shu Italianskiy Gold navli yangi navli archani urug'lari. Bu yerdan boshqa ham yana bitta dalamizga manzarali gullar, manzarali daraxtlar ekkanmiz. Ketdik, u yerga ham borib ko'rsataman. Bu ikkinchi yerimiz. Bu yerga manzarali daraxtlar ekkanmiz. Bular shaharsozlikka juda ham yaxshi. Boshqa agentlarga ko'chirib chiqqanimizdan keyin 1 yildan keyin tayyor bo'ladi. 4 xil navli manzarali daraxtlardan ekkanman. Bagranik, bundan keyin Kilion degani bor. Keyin Safura Yasin degan navli manzarali daraxtlardan ekkanmiz. Daraxt bo'lib turgan holatda gullaydi. Doimiy holda yashil bo'lib turadi. Har qanday shaharga moslashib ketadigan manzarali daraxtlar hisoblanadi. Donalab ekamiz buni agatga. Keyin bu 1 yildan keyin tayyor bo'lganda bitta donasi 60 ming, 70 minggacha sotilyapti hozirgi kunda. 50 mingtacha ko'chat bor. Bu yildan ham 100 million atrofida daromad ko'rishni ko'zlab turibmiz. Men juda ham xursandman. Bugungi kunda davlatimiz rahbari biz kabi yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratyapti. O'shanday imkoniyatlardan foydalangan yosh sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men O'zgarish mahallasi yoshlar yetakchisi. Bizning mahallamiz olis hududda bo'lganligi sababli asosiy drayverimiz gulchilik va ko'chachiliklar bilan shug'ullanib kelmoqda. Hozirgi kunda prezidentimizning 153-sonli qaroriga asosan ko'plab yoshlarimizga yer ajratildi. Ko'plab yoshlarimiz shu yerlardan foydalanib bugungi kunda yaxshi daromodlar qilyapti. Hozirda bizning mahallamizda shu yoshlarimiz nafaqat O'zbekistonda ko'chachilik, gulchiliklarni yetishtirib, qo'shni davlat Qozog'istonga, Tojikistonga, qolaversa Qirg'izistonlarga shartnoma asosida gul archalar yetkazib beryapti. Shu orqali ular o'zining tadbirkorligini yo'lga qo'yib, hayotdagi o'z o'rnini topib kelmoqda.